Sizning garderobingizda обязательно bo'lishi kerak bo'lgan 10 ta bazaviy narsalar. Birinchisi qora kojinli plash yoki qora kojinkalar. Birinchidan, qora rang hamma kiyimlaringiz bilan tushadi. Любой oddiy stilingizni ham bogati va elegantni qilib ko'rsatadi. Ikkinchisi, kichkina qora sumочка. Birinchidan, klassik kiyimlar bilan juda ham mos ketadi, o'qishga va ish joylariga juda to'g'ri keladi. Uchinchisi, oq yoki havo rang однотонный yoki poloskali oversize rubashkalar. To'rtinchisi, seri oversize pidjak. Jinslar bilan ham, klassik shimlar bilan ham elegantni ko'rinadi. Va albatta 5 bazaviy klassik shimlar. 6-si bazaviy rangdagi однотонный skims водолазка yoki futbolkalar yoki toplar. 7-si uzun bo'lgan темный rangdagi atlasviy yubkalar. Har bir obrazingizni elegantni, bogati hamda jozibador qilib ko'rsatadi. 8-si bu aksessuarlar. Tilla rang yoki kumush rangdagi katta va kichik razmerdagi har xil taqinchoqlar obrazingizni yanada to'ldirib, jozibador qilib ko'rsatadi. 9-si soatlar. Garderobingizda обязательно katta bitta tilla rang yoki kumush rang soatingiz bo'lishi kerak. Bu ko'zoynaklar oq yoki qora rangdagi obrazingizga tushadigan prozrachniy yoki quyoshdan saqlovchi ko'zoynaklar. Obuna bo'lishni unutmang.